Jim o'tirsa bo'ldi deb bolasining qo'liga telefon berib qo'yadigan ota-onalar diqqatiga. Yo'qotiladigan narsa ko'rish qobiliyati. Bolaning ko'zi, asabi, hattoki miyasi asta-sekin zarar ko'rayotganini bilmaydi. Telefon, planshet va televizor ekranlaridan chiqadigan ko'k nur bolalar ko'zi uchun eng xavfli nur hisoblanadi. Bu nur ko'zning tub qismini zararlaydi. Sariq va qizil pardalar o'sishiga sabab bo'ladi. Ushbu pardalar vaqt o'tib ko'z qorachig'ini to'sadi. Natijada bolaning ko'rish qobiliyati pasayadi. Ilk bosqichda diqqat susayishi, keyinchalik ko'z og'rig'i, xira ko'rish, bosh og'rig'i va hatto doimiy ko'z shikastlari yuzaga keladi. Yaponiyada 2023-yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, 6 yoshdan 10 yoshli bolalarning 38%da ekrandan ko'p foydalanish natijasida ko'z to'qimalarida shikast kuzatilgan. Ko'p ekranda o'tirgan bolalarda til rivojlanishi sekinlashadi, eslab qolish qobiliyati pasayadi, emotsional rivojlanish orqada qoladi, diqqat yetishmovchiligi kuchayadi, uyqu sifati yo'qoladi. Telefon bola uchun jim qilish quroli emas. Bu uning kelajagiga ta'sir qiluvchi omil. Agar farzandingizni yaxshi ko'rsangiz, uning ko'zlarini himoya qiling. Hoziroq bu videoni barcha ota-onalarga ulashib, ogohlantirib qo'ying. Zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.